Qurbonlik aksiyasiga tayyorgarligimiz yana ham yaxshiroq ketyapti. Bu yildan xudo xolisa yana bitta hamkorimiz Poyqadam loyihasi bilan hamkorlik qilishni boshladik. Sizlarga bo'layotgan qulaylik, ya'ni qurbonlik kuni bir kun oldin qo'y bozoriga tushib, qo'ylarni topib, qidirib, qo'y qochib ketib, mashinada kelayotganda har xil noto'g'ri ishlar qilib qo'yib, masalan, qo'chqorlarda qiyinchilik qilmaysizlar, qassob topa olmay yurmaysizlar. Qurbonlikda qassoblik ko'p, yurtimizda, elimizda qurbonlik qiladiganlar ko'p bilasizlar. Qulaylik Mehr 2020 bilan hamkorlik qilib qo'yasizlar. Bu yilda mana ikkinchi hamkorimiz Poyqadam loyihasi Omil akam. Rahmat. Omil aka qo'chqorlar. Qo'chqorlar xudo xolisa yoshiga to'lgan 8 oydan o'tgan qo'ylar hammasi. O'ylaganinglardan ham, sizlar yo'q bo'lsanglar ham, sizlar boringlardan ham a'lo qilib biz yetkazamiz. Chunki o'rtasida mas'uliyatli narsa o'tdi. Nangi dunyoda borganimizda faqat pul emas. Sizlar uchun javobiga biz qattiq turamiz, xudo xolisa. Ilohim bir gramiga, bir puliga xiyonat qilish yo'q. Alloh taolo rozi bo'lsin. Xudo xolisa. Shu videoda raqamlar biriktirilgan, har bitta rayonga o'sha rayondagi odam sizlarning vakilinglar bo'ladi. Sizlar uchun o'sha qo'chqor sotib oladi, sizlar ko'rsatadi, raqamlar belgilab qo'yiladi. O'sha qurbonlik kunlarida so'yilayotganda ham aynan sizni nomingizdan so'yiladi, qurbonlik qilinadi, sizga ko'rsatiladi. Keyin uni biz Mehr 20 guruhi bizning ro'yxatimizdagi oilalarga sizlarning nomingizdan haqdor odamlarga yetkazib beramiz. Rahmat, hammani hamkorlikka chaqiramiz. Buyursangiz.